Bola tushmaganlar, qumlar deya yuborishgan qiling. Hech bular kelganini bilishmaydi-da bular. Bahorga ham chiqib oldik. Boshqa hormang. Salomat bo'ling. Charchamay. Keling. Bilasiz, qo'lim ochiq insonman. Mana yon qo'shnimiz ozgina qiynalib qolibdi. Shunga do'konga billa kirib chiqaylik. Ammo men pensiyaga tirishchilik qilayotgan odamlar yordam qilaylikmi olmadi? Ayyo, noto'g'ri tushundingiz. Siz yuzingizsiz, mahallani kattasisiz. Sizni ko'rsa 3-4 so'm o'tib berishadi-da. Yuring ketdik. Qo'ymadi işte. Nech pul deyapsiz gilon narxini? 700 ming so'm. 600 mingga berdingizmi ehsonga? Savobga sherik bo'lib qolasiz. Ehsonga ber. Savob nimasiz aka 700 ming so'm. Aka 600 ga bering ehsonga. Qiynalgan qo'shnimga savobga sherik bo'lib qolasiz. Bering ehsonga. Ehson qilyapman-da. Bo'lmasam o'zim olaverardim aytgan narsa. Ehsonga. Men ehson qilyapman-da 600 ga bering ehsonga. Uka, uzr, shunday bir qarang. Ehson qilayotgan bo'lsangiz, uka, siz qilyapsiz bularni, naqd majburlamang. Pulingiz yetsa oling, pul yetmasa keyinroq beraverasiz. Sherik bo'lib qolsin, tush bersin deyapti. O'zi shundan ham bular ehson ichida sotishyapti. Ba'zan haqida sotishyapti. Oldingizmi o'sha Akbar aytganga? Necha bu? 3 ga 5. 3 ga 5 ni 695 ming deyapti. Samarqandmi? Samarqand yek zavodi. Bo'ldi. Bering pulni. Aka yaxshi boring. Xo'p, rahmat. 29-fevralgacha skitkamiz bo'ladi. Kelaverasiz, klientdan mijoz olib kelaverasiz. Ama yaxshi narx qilib berdi. 1 kvadrati 50 mingdanga to'g'ri keldi. Rahmat sizga biz.